bo'lsam bo'lmayapti. Yurtingiz. Keling. Qo'lingizni oling, nomahramku. O'zing o'tkazib olmasa? Voy, nafas yetishmayapti. Voy. Sun'iy nafas berish kerak. Qanaqa o'zimga keldi? Sun'iy nafas berdik. Amma ana qilib berdim. Yo'q-e? Yonboshdan ukol qilish kerak edi. Ha, o'zim qilaman. Siz prostoraga kirib turing. Voy, shashlikmi? Qozon kabob nori. Uydagilar olib kelishuvdi-da. Voy, sizga umuman mumkin emas. Doktor katta yegin degandi-yu. Yo'q, men bularni pamoga tashlab yuboraman. Voy, adasi, kechki ovqat yeysiz. Sardor Navonovich, bugun uyda zaril ishlarim bor edi, shunga sal vaqtliroq ketsam maylimi? Qaq ketasiz, kasallarga kim qaraydi? Hech kimga javob yo'q. Adasi, men ketmayman, o'z bilasiz-ku. Mana ruxsat berdingiz-ku. U bolalarni bog'chadan olish kerak. U skoriyda ishlaydi-yu, borish kerak-da. Tezroq borgin. Yaxshi, bemorga kerakli dorilarni o'zingiz yozib berasiz. Xo'p bo'ladi, dadasi. Yo'q, Sardor Namonovich. Uzr doktor, bu yozganlari dorixonada yo'q ekan. Nima u? Chalbasami? Voy, uzr, adasi, adashib uydagi bozor leskiskasini berib yuboribman. Tak, operatsiyani boshlaymiz. Menga qarang, adasi, qachon biz parkka boramiz? Biz ishdamiz. Bunaqa gaplarni uyda gaplashamiz. Bahonasi ham tayyor. Uyga ham kelib oldik. Aytgancha Boboyevani palataga oldinglarmi? Adasi, biz uydamiz. Bunaqa gaplarni ishxonada gaplashamiz.